Bu videoni ko'rmasdan IELTS ni topshirmang. Hozir juda oson tilda, juda oson formula o'rgataman va bu formula keyinchalik sizga IELTS rating 7+9 olishga yordam beradi. Chunki o'zim ham IELTS 9 va ratingni 8 olganman. Nereal simple, nereal effective formula. Xo'p, bu formula o'zi 4 ta bosqichdan iborat va juda oson va birinchi gapimizda man sizlarga beradigan maslahatim bu doimo shunchaki ideyani berish. Tasavvur qiling, bizning mavzumiz smoking must be banned. Do you agree or disagree? Savol tushdi. Men agree qilyapman. Smoking ban qilinishi kerak va birinchi gapimda men bu ban qilinishi deb aytaman. Smoking is bad. Ya'ni smoking yomon ekanligini aytaman. Endi buni tushuntirib berishim kerak keyingi gapda nima uchun smoking is bad. Va aytaman. Smoking is bad because it has unhealthy chemicals. Ya'ni why savolga javob berdim. Endi yanada mani bergan argumentim ishonchliroq bo'lishi uchun men uchinchi gapimda example beraman. Aytaman. For example, my grandpa died because of smoking. Example berdim. Example shaxsiy bo'lishi mumkin. Bu completely fine. Oxirgi gapimda qiladigan ishim bu hammasini summarize qilish. Smoking is bad because it has unhealthy chemicals. For example, my grandpa died because of smoking. Summary bizada so I think smoking must be banned. Fikrimizni yetkazib beryapmiz. Bu 4 ta bosqichdan, 4 ta qadamdan iborat formula. Juda tushunarli, juda simple. Endi men sizga advanced levelda band 7+ levelda yozilgan body o'qib beraman. Tayyorlab qo'yganman. Bu yerda o'sha 4 ta bosqichdan iborat body, giving an idea, explaining it, supporting it, summarizing it. O'qiymiz. Smoking is an extremely unhealthy habit to have. Men ideyani berdim. Ikkinchisi, a simple explanation for this can be the fact that cigarettes contain a significant amount of cancer-causing chemical. Endi example berishimiz kerak, yanada bu convincing argument bo'lishi uchun. For example, my friend's father died prematurely as a result of lung cancer that was caused by his excessive smoke. Hop, buni qildik, endi buni summarize qilamiz. Therefore, I firmly believe that the total ban on cigarettes will only lead to positive outcomes. Juda simple, juda effektiv formula, tushunish ham oson, bu formula bo'yicha yozish ham oson. Yanada osonroq sizlarga bo'lishi uchun va eslaridan chiqmasligi uchun va agar oramizda kimdir tushunmagan bo'lgani uchun men descriptionda, opisaniyada yana 5 ta misol qoldirdim. Kommentariyada ham misol qoldirdim. Formula birgalikda. Agar oramizda kimdir IELTS ni topshirmoqchi bo'lsa, albatta bu videoni save qilib qo'yinglar, o'rtoqlaringizga yuboringlar agar ular yaqinda IELTS topshirayotgan bo'lsa. Va yanada ko'proq foyda uchun sahifamga obuna bo'linglar.